qarshimiz. Chunki biz zombi baqalaychiga yurishimiz kerak. Bu mana bizning qasrimiz va bizning qasrimizga ham zombilar bostirib kelyapti. Va biz u zombilarni oldini olishimiz kerak. Garim qayergadir ukam chiqib ketdi. Hozir mana bu yerda narsalar bormi yo'qligini qarab ko'raman. Hozir garim tepadan nimadir topdim deyapti. Unda tepaga chiqdik. Tepada nimadir bor. Kitoblar. Yana nima bor kitoblardan boshqa bu yerda? Sandiq. Sandiq bor ekan. Sandiq. Do'stlar, sehrlangan asirlar bular zombilarga qarshi juda ham ko'p keladi. Shuning uchun hammasini olamiz. Boltani darajasi buldu 12 daraja. Qilish 8 ekan. 6 belguraklash. Uman zombilarga qarshi jangni boshlamoqchiman hozirdan. Lekin olaman ozgina yana narsalar ovqat yana garim tezlash. Unda biz ovqatlar qasrimizdan qutlaman. Mana shu yerda berish kerak. Va men o'zimga bir stak go'sht olib olaman. Va mana qurollarni joylashtirib olaman. Komanda qilish. To'xta, garim, hozir narsa qilaman. Kim teshdan, kim tepadan jang qiladi, garim? Sen tepadan. Men tepadan jang qilaman. Unda men o'zimga kamon yaroqlar olishim kerak. Davra o'zing pastdan jang qilib qalani himoya qil. Men esa tepadan qalani himoya qilaman. Do'stlar, zombilarning ko'pligini ko'rishingiz mumkin. Yana o'qlar olaman. O'qning ko'p bo'lmaydi. Va bu tomonga qo'yib do'stlar ko'rishingiz mumkin. Bu oddiy emas. Garim, qal'aga kir o'lishing mumkin. Senga men aytgandimmi? Sen doim pastdan qilaman deysan. Unda do'stlar, hozir garimni qutqaramiz. Qal'ani yopgandingmi? Havo. O hayrati. Unda biz ham pastga chiqadigan paytimiz keldi. Wow, do'stlar, mana teshik chiqdi. O'ldim deyman. Mamja qilich ham kuchli. Uchirib yuboribdi zombilari. Qilichda seni sehrlangan qilich bormi? Lekin meniki ancha kuchli. Men senga sen qal'aga qaytdingmi? Unda men pastdan jang qilavermasam kamonda tepadan ot. Hozir biz bilan o'ldirib turamiz. Men sizlar bitta ham olmasliklaring kerak. Sizlar bizga bekor bostirib kelinglar. Bizning qurollarni bilmasizlar. Sizlar 14-qal'ani vayron qildinglar. 18-qal'aga umuman yaqinlasha olmaysizlar. To'g'rimi, garim? Endi biz yana o'rnimizni almashgan payt keldi. Ular aytganimdek 14-qal'ani juda ham tez yo'q qilishgan. Chunki u qal'ada mudofaa va faqat 5 ta golem bo'lgan. Ularda lekin yana shu zombilar bizlarga qarshi chiqmoqda. Lekin bitta mudofaani yorib o'tishgan, ikkinchi mudofaani aniq yorib o'tishmaydi. O bitta zombi qolib ketdi, yonda bor. To'xta. Hozir men orqasida ham bor ekan mahluqlar.
Mahluqlar. Bu tomonga ham mulofa qo'yilgan. U do'stlar, aniq bulardagilarni ham sog' qo'ymaslik kerak, chunki bular ham sizlarga aytsam, bular aqlli zombilar. Shuning uchun hammasini o'ldirish kerak. Agar bitta zombi qolsa ham o'ziga kattakon to'plashi mumkin. Do'stlar, mana eng aqlli zombilardan biri, chunki unda zirhi bor. Zirhi borlar o'zi zirh yasa olgan. Sening bugun oxirgi kuning. Sana shuda mudofaada to'xtataman. Yana zombi kelyapti? Do'stlar, bu video juda ham cho'zib ketadimi deyman-da. Menimcha 10 minut bo'ladi. Do'stlar, qarim u yoqda pastda jang qilyapti. Mudofani almashtirgan payt keldimi? Qaysi zamonda to'la? Men Davronga mudofada yordam berishim kerak. Sizlar bu bizning qasrimizni yo'q qilishiga hech qachon biz qo'ymaymiz. Chunki bitta qasrni yo'q qilib o'lishgan 8-chi qasrni yo'q qilish olmaydi. Yo'q, bitta zombi qolib ketdi. Shuni o'zim kamonda o'taman. Do'stlar, tepaga qarab o'taman. Aniq bo'lyapti. Yana tepaloqqa. Tamam. Neyse. Do'stlar, men lavaya tushib ketdim. Men qasrda mudofaa sakradim. Lekin bu yerda mana boltamning kuchini ishlatgan payt keldimi deyman. Do'stlar, zombilar holi ko'pmi deyman. Menimcha bu bolta qilichdan ancha kuchli. Qilich 3 darbada o'ldiryapti. Bolta esa 1 marta. 2 marta ketdi, tamom. Zombilar tugadimi? Kechqurun kelishi mumkin. Unda biz kechqurun ikkinchi qismini olamiz. Quvvatlang, biz tezroq 100 ta bo'laylik va ikkinchi qismini ham chiqaraylik. Hammaga xayr. Salomat bo'ling.